صلوا على محمد سيدنا محمد صلوات بر محمد برکات بر محمد صلوات بر محمد برکات بر محمد دل و جانم فدایت یا محمد دل و جانم فدایت یا محمد سر من خاک پایت یا محمد سر من خاک پایت یا محمد میگشتم در بدر در جستجویت بیگشتم در بدر در جستجویت شبم همچون گدایت یا محمد شبم هم چون گدایت یا محمد حبیبی حق توی ای صدر عالم حبیبی حق توی ای صدر عالم همه عالم فدایت یا محمد همه عالم فدایت یا محمد براقت رانده می رفتی برف رفت ملائک از خفایت یا محمد ملائک از خفایت یا محمد گذشتم از پدر از مادری خویش گذشتم از پدر از مادری خویش برای امتانت یا محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد Allah subhanahu ve Teala'ga biadet hamd sana iki alam serveri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı salamlar bulsun ki siz aziz cemaat bilen ulug' oy Şevval'ning ulug' tongida diydor ko'rishganimizga assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Aziz cemaat-ül muslimin, sizlarning ruxsatlaringiz bilan o'zimning nomim bilan xonadon ahllarini valima to'yi bilan muborakbod etamiz. Alloh bu nikohni xayrli qilsin, barakotli qilsin. Kelinni qadami qutlug', ikkala yosh, baxtli, saodatli o'zlaridan o'zlari ko'payib qo'sha qarasin. Allohim bu ikkala yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik o'ylagan ezgu niyatlarning Alloh taborak va taolo eng afzaliga, ahsaniga o'zi yetkazsin, o'zi adashtirmasin, o'zida o'ziga muhtoj qilsin. Bu xonadonni chaqirgan labbay deb kelgan bergan ahli ilmlar, ustozlar, barcha mehmonlarni Allohning qadamini qutlug' qilgan. Xush kelibsizlar, hoji akalar.
Aziz jamoa, bugun mana ikkala yonimda katta ustoz domlalar o'tiribdi. Bu jamoa bilan biz ustoz har 2 kunda birgamiz. 2 kun oldin ham shu mahallada katta bir to'y tadbirda birga bo'ldik. Hozir 9ga ham yana shu mahallaga bir to'yga borishimiz kerak. Ma'ruza to'yi. O'shaning uchun men so'zni ikkalangizga bersam-da, davom ettirsalaringiz, doktorlar bor, o'qituvchilar bor, bir 20 minut ma'ruza qilsak-da, keyin qisqa bir duo qilamiz, keyin qolganini davom ettiramiz. Domla, ustoz marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز mehmonlar va mezmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Allah subhanahu tabarak va taolo sizlarni har bir bosib kelgan qadamlaringizga bu xonadonga fayz, barakot, qutlug', sharofatni olib kelgan bo'lsin. Valimasi bo'ladigan, nikoh to'yi bo'ladigan 2 yoshni Allohim baxtli saodatli qilib, qo'shganlar bilan qo'shcha qilib, unib o'sib, serfarzand, serdavlat bo'lib, namunali kelin-kuyovlardan bo'lib, shirin hayot o'tkazib, kelajakda bularni zurriyotidan solih va soliha farzandlarni vujudga kelishligini Alloh nasib qilib va ikkita Xudoni yuzlarini iliq qilib doimiy xursandchilik bilan bordi keldi bo'lishligini Alloh taolo o'zi nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ashabi kiromlar bilan o'tirdilar. Hazrati Ali karramallohu vajha oldilariga kelib o'tirdilar. Payg'ambari Xudo Hazrati Ali karramallohu vajhaga qarab, "Ya Ali, Allohni yaxshi ko'rasanmi, sevasanmi?" deganda ha deb javob berdi. Yana meni ham yaxshi ko'rasanmi deganda ha deb javob berdilar. Oilang Fotimani yaxshi ko'rasanmi deganda unga ham ha deb javob berdilar. O'g'illaring Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu taolo anhumolarni ham yaxshi ko'rasanmi deganda ha yaxshi ko'raman dedilar. Payg'ambar Xudo aytdilarki, "Ya Ali, seni qalbingga 4 ta muhabbat qanday joy bo'ldi?" deganda Payg'ambar Xudo buni so'zni aytdilar. Hazrati Ali karramallohu vajha bu savolga javob bera olmasdan xijolat bo'lib uyga qaytdilar. Uyga kelsalar, Fatima onamiz nihoyatda zaki, dono, oqila, olima edilar. Uzoqdan ko'rib, "Ya Ali, nimaga mahzunsiz?" dedilar. Ya'ni g'amgin bo'lganga o'xshaysiz deganda, biron kishi xafa qildimi, dilingizni og'ritdimi, dilingizni ranjitdimi deganda, nima dedilar Hazrati Ali karramallohu vajha? "Ya Fatima, hech hodisa bo'lgan yo'q, ammo sarvari koinot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam qaynotamiz savol berdilar, savolga javob bera olmasdan xijolat bo'lib kelib o'tirib keldim" dedilar. "Ya Ali, qanday savol edi?" Yuqorida aytganda Allohni sevishlik, Payg'ambari Xudoni sevishlik, Fotimani sevishlik, Imom Hasan va Imom Husaynni sevishlikni aytdilar. "Ya Ali, shu oddiy bir savolga ham javob bera olmadingizmi?" dedilar. Nima deb javob berishim kerak edi yo Fatima deganlarda aytdilarki, Allohning birligi, borligi, 18 ming olamni xalq qilgan, biz uchun barcha narsani xalq qilgan Parvardigorning birligi, borligi uchun men uni sevaman, yaxshi ko'raman. Yo Payg'ambari Xudo, sizni yaxshi ko'rishim shuki, biz zulmatda edik, qorong'ida edik, biz bedin edik, diyonatsiz edik. Bizni islomga chaqirdingiz, Allohni tanitdingiz, dinni tanitdingiz, shariatni tanitdingiz, bizni mu'min musulmon qildingiz. Biz shuning uchun sizni yaxshi ko'raman. Fatima bo'lsa jufti halolim meni, shu jufti halolim bo'lganligi uchun yaxshi ko'raman demadingizmi? Imom Husayn, Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu taolo anhumolarga kelsak,
Allah Teala Kur'an'da aytadi: "Estaizu billah al-malu vel banun zinatul hayatud dunya vel baqiyatus salihat" deb qo'yibdi. Mol dunyo va bola chaqa bu dunyoning ziynati. Dunyoning ziynati bo'lgani uchun yaxshi ko'raman deya olmadingizmi dedilar. Shunda Hazrat Ali karramallohu vajha bu so'zni Buyuk Fatima onamizdan eshitib, yana xursand bo'lib payg'ambari Xudoning oldilariga bordilar. "Ya Ali, keldingizmi?" dedilar. "Men keldim." "Ya Rasululloh, agar ruxsat bersangiz, o'sha siz bergan savolga javob topib keldim" dedilar. "Aytingchi" deganda, mana shu yuqoridagi aytilgan gapni aytdilar. Payg'ambari Xudo nima dedilar? "Ya Ali, bu so'z meni xonadonimdan chiqqan so'z" dedilar. Ya'ni Buyuk Fotimadan chiqqan so'z dedilar. Endi bu hikoyatni aytishning maqsad, keldingimiz ham mana shu Fotima onamizga zikrar, soliha, obida, sojida, Allohdan qo'rqadigan, Allohni rozi qiladigan, jufti halolini rozi qiladigan, jufti haloli bilan abadul obod umrlarni oxiriga shirin hayot kechiradigan, go'zal hayot kechiradigan kelinlik kuyovlardan bo'lishligini Alloh subhanahu taborak va taolo o'zi nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Va oxir da'van alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Aziz jamoa, yana 5 minut sabr qilsak, undan keyin ustoz gapiradilar. Sarasa tumani bosh imomi o'rinbosari Abdulla domla hoji akamiz hamma yaxshi taniydi. Shunga amr ma'ruf, nahiy munkar qilishlik farz, uni eshitishlik vojib. O'shaning uchun hozir agar gaplashsak, biz gunohkor bo'lib qolamiz. Amr ma'ruf, nahiy munkar qilingan vaqtda gaplashib bo'lmaydi. Marhamat ustoz. Rahmat Shimol. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuhu. Ahli islom va ahli iymon birodarlar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Ammo ba'd, mana o'z navbatimda hurmatli uy egalarini muborak ihson to'ylari bilan, valima to'ylari bilan muborakbod etaman. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi duolarga o'xshab bizdan duo qilamizki, Xudovan kelajakda bu ikki yosh hayotlarini shirin guvoro qilin Parvardigoro. Baxt saodat berib, bular bir-biridan osoyishtalar ko'rib va to o'zing xohlagancha bu kishilarga yaxshilik ato qilib dunyo oxirida obod qilgin. Muhtaram jamoat, bir masala aytib beraman sizlarga. Bu narsa bahs ham bo'layotgan ekan. Barcha ba'zi bir ahli ilmlar hatto o'rtasiga ko'p necha kishi savol beryapti hozir. Internetdan eshitdik deyaptiki, Xudo taologa makon bor ekan. Alloh asrasin bu gapdan birodarlar. Biz aqidalariga, aqoidlarimizga Allohga makon yo'q deyiladi. Allohu la makon. O'qib beraman shuni, o'qib beraman, aqidani o'qib beraman. Ular go'yoki Qur'onda Xudo taborak va taolo osmonga chiqqan degan gap bor-ku deb shu narsani tasdiqlar ekanlar. Azizlar, birinchidan Qur'onning ma'nosini biz tushunmaymiz to'liq. Uni mufassirlar bizga aytib bayon qilib berganlar. Qur'on oyatlari 3-4 xil ma'noga, 3-4 xil holatda tarjima qilinadi. Ma'no zohiriy, botiniy, majoziy degan ma'nolar bor. Uni biz aqlimiz olmaydi buni qanday tarjima. Shuning uchun mufassirlar buni tarjima qiladilar. Bizga aytib berganlar shunday bo'ladi mufassirlarimizdagi. Mana Aqoid Nasafiy turkmani qo'limga hozir juda ulug' bir mashhur aqida bu. Ahli sunnat jamoa aqidasi ham Maturidi aqidalari mana shunday bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Val muhdisu lil olami huvallohu taolo. Yaratguvchi olamni Alloh o'zidir yagona. Olam mosvallar mosivalloh olam deyiladi. Ya'ni Allohning boshqa hamma narsa olam bo'ladi. Yaralgan bo'ladi. Alloh o'zi yaratgan zot bo'ladi. Bitta zot borki yaratgan bizni. Inson olamini yaratgan, hayvon olamini yaratgan, xulosa hammani Alloh yaratgan zot, paydo qiluvchi. Endi shu Alloh sifatlari shunday: huvallohu taol al-vohid. Alloh yagona, bitta Alloh, bir zot.
Al-Qadim, Xudoy taologa boshlash va oxiri yo'q. Yaxshi eshitilib bo'ladi. Yaxshi bu aqidalik gap, yaxshi eshitilib birodarlar. Xudoy taologa avval oxiri yo'q. Ya'ni boshlash va tugash yo'q. Al-Hayy, Xudovand doim tirik. Xudovand o'lmaydi, tirik. Al-Qodir, Xudo hamma narsa qodir, hamma ishni qila oladi Parvardigor. Xohlasa agar. Al-Alim, Xudo hammani dono, hammadan dono. U Allohdan hech nima xoli emas ilmidan. Hammani Alloh bilib turadi. As-Sami', Xudovand hamma narsani eshitib turadi. Bizga o'xshab u quloq bilan emas, lekin uni eshitishlik, ko'rishligi ko'z quloq bilan emas, lekin o'zini biladi, o'zi qanday eshitishligini. Biz faqat bilayki Alloh eshitadi. Al-Basir, Xudo ko'rib turadigan zot. Ash-Sho'i, Xudoy taolo xohlaganini qilaveradi. Al-Murid, Xudovand bu xuddi shu ma'noga ega. Endi laysa bi'arazin, Xudovand araz emas. Araz degani paydo bo'lgan bir narsani aytadi. Masalan, devor bo'lsa, ustiga oq qilamiz, oddiy kraskalarni shu araz bo'ladi. Shu Xudo qo'noq zot emas. Valo jismin, Xudoga jism yo'q. Bizga mana jism bor bizga. Qo'l bor, ko'z bor, bosh bor, oyoq bor, lekin Xudoga unaqa narsa yo'q. Xudoga unaqa narsa yo'q. Valo javharin, javhar degani shunday bir narsaga mayda-mayda bo'lib, boshqa bo'linmaydigan narsa. Valo unaqa emas. Valo musavvarin, Xudoy taoloning bir narsaga o'xshatib bo'lmaydi. Unga surat yo'q. Valo mahdudin, mana shu yerga qarang, Xudoga had yo'q. Unga chegara yo'q, unga makon yo'q. Mana shundan chiqadi. Xudoy taologa bizga o'xshab biz mana shu yerga o'tirib hozir bizga had bor, chegara bor. Aramizga ham chegara bor, masofa bor. Lekin Allohning o'zining zot unga chegara, uning o'rtamizda bilan banda o'rtasida chegara yo'q. Unga lekin unga had, unga andoza yo'q, unga hadri, unga makon yo'q. Valo ma'dud, Xudoy taolo adad yo'q, bitta Alloh, undan ikki yo'q. Azizlar, buni yaxshi bilib olaylikki, agar Xudoga makon deb bilsak, jism kerak bo'ladi unga. Jism Xudoga muxalif kufr bo'ladi u. Kufr. Xudoga jism yo'q. Shuning uchun ham unga chegara yo'q, unga makon yo'q. Shuni tushuninglarki, Xudoy taologa chegara, unga makon yo'q Xudoy taologa. U lekin hammani ko'rib, bilib turadi, eshitib turadi. Shuni bilsang bo'ldi, hozir Xudo xolasa. Yaxshi bilay, kim so'rasa agar, Xudoga makon yo'q-ku denglar, bo'ldi, tamom. Agar makon isbot qilsa, unga jism kerak bo'ladi. Jism yo'q Xudoy taologa. Shundan bilinadiki, Xudoy taoloning hozirgi bordan bilinadiki, Xudoga jism yo'q va ham unga had, unga chegara, unga makon yo'q. Shuni bilish kerak, inshaalloh. Bu aqidali so'z birodarlar. Kim nimaiki desa, internetdan gap ularga ishonmang birodarlar. Biz aqida ahli sunna jamoat aqidasigamizmiz birodarlar. Biz aqida shunday. Ba'zi bir toifalar bor, ba'zi g'ayriy mazhablar borki, ular endi mana shu yaxshi bir hazrat domla yaxshi biladilar. Ular Xudo osmoni deydilar. Bu gap xato emas. Bu gap nodurust, noto'g'ri gap bu. Xudoga makon yo'q, shu oddiy gap. Xudoga makon, Xudoy taologa jism yo'q. Alloh taolo hammamizga insof tavfiq bersin. Xudo aqidamiz Alloh o'zi to'g'rilagan bo'lsin. Xudoman hammamiz Alloh taoloning yagona zot deb bilaylikki, unga had, unga chegara isbot qilmaylik Parvardigor. Allohumma inna nas'aluka tawfiq. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Domlajon rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Haqiqatan ham hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilikni chaqlatayotgan har xil oqimlar chiqib qoldi. Alloh taborak va taolo la makon, uni makoni yo'q. Agar kim Alloh bir makonda deb biladigan bo'lsa, u bo'ldi, adashdi ketdi. Aqida shunday narsaki, aqida bu lug'aviy ma'nosi to'g'ri yo'l degan. Ya'ni uni adashdimi, to'g'ri yo'lda ketyapsiz, mashina bir chekkaga chiqib ketdi, nima bo'ladi? Chap bo'lib ketadi. Har xil hodisa bo'lishi mumkin. Xuddi aqida ham shunday. O'shaning uchun so'pallar bobning baytlari borki, aqida bilmagan shaytonni eldir, agar u 1000 yil ibodat qilsa, uni amali yerdir degan. Amr ma'ruf nahiy munkar qilingan joyda yeyilgan taomning hisob-kitob bo'lmasa kerak. Hozir Dinodan bir domlamiz kelgan, katta ustozni kuyovlari bo'ladi, ikki og'iz tabrik qilasiz.
bitta masala aytasiz, keyin davom ettiramiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من ustozlarimiz chiroyli suhbat qilib berdilar. O'zi shuni o'zi kifoya qiladi. Agar mana domlamiz bir hadis dedilar. Payg'ambar alayhissalom o'zining hadisi muboraklarida aytadiki, khayrukum li ahlihi va ana khayrukum li ahlihi. Sizlarning eng yaxshilaringiz ahllaringizga yaxshilik qilganligingiz, men esa eng yaxshilik ahlimga yaxshilik qiluvchilarning yaxshisiman dedilar. Haqiqatan sarvari koinot siz-u bizlarga har bir jabhada namuna bo'ladigan bo'lsa, nikoh borasida ham siz-u bizga namuna bo'lganlar. Xususan birinchi uylangan ayollari Hadicha onamiz bo'ladigan bo'lsa azizlar, sarvari koinot u zotni shunchalik yaxshi ko'rardilarki, vafot qilgan yillarning nomini ham bir yilda nomini mahzun yili deb nomladilar. Oysha onamiz aytadilar, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda azvoj ayollarning orasida Hadichachalik birontasini rashk qilmaganman. Payg'ambar alayhissalom Hadicha onamizni shunchalik ko'p zikr qilardilar. Bir kun bir jonliq so'ydilar. So'yganlardan keyin falon ayolga jo'nat. Shunda Oysha onamiz so'radi, Allohning rasuli bu ayollar kim bo'ladi desak, Hadichaning dugonasi bo'ladi dedilar. U qalbimga bir dog'day bo'lib mahzun bo'lib turdim dedilar. Ammo Payg'ambar alayhissalom Madinadan Makkaga borganda, Makka fathi bo'lganda shuncha ish bo'la turib 10 ming odam bilan hajga borgan paytida ana shu Ka'batullohning oldiga turib, juda ishli ko'p bo'la turib, bir qari hassaga suyangan bir ayol Payg'ambar alayhissalomda suhbatga tortdilar. Rasululloh vaqtlarini ancha vaqt shunga ridolarini tashab o'tiring dedilarda suhbat qildilar. Oysha onamiz so'radi, ya Allohning rasuli shuncha ish bo'la turib bir qari kampir mana buncha gaplashasiz, bu kampir kim dedilar. Shunda sarvari koinot bu Hadichaning dugonasi bo'ladi dedilar. Men o'zimni tutib qololmaganimdan Alloh sizga bir qari kampirdan ko'ra sizga yoshrog'ini meni bermadimi dedilar. Rashkim kelgandan bu gapni gapirdim dedilar. Shunda sarvari koinot g'azablari kelib, Allohga qasamki menga Hadichadan ko'ra afzalini bermadilar. Chunki men payg'ambarman deganda, meni yolg'onga chiqarganda birinchi Hadicha iymonga kelmadimi? Menga farzand yo'q edi, menga farzand bermadimi? Moli dunyosini menga tikmadimi? deb Payg'ambar alayhissalom Hadicha onamizni sifatlarini zikr qilib ketdilar. Oysha onamiz aytadi, Rasulullohning g'azabi kelganligini ko'rgandan shunda ya Allohning rasuli istag'firuli, meni haqimga Allohga bir duo qiling, Alloh meni bu beodobchiligimni kechirsin dedilar. Sarvari koinot aytdilar, ey Oysha, sen Hadichani haqqiga duo qilgin, men seni haqqingga Allohdan duo so'rab olaman dedilar. Makka fathi turibdi, kechqurun bo'lgan. Shunda Rasulullohdan so'radi, Allohning rasuli, Ka'batullohning ichiga sizga joy qilib beraylikmi? Maqomi Ibrohimga chodir solaylikmi? Qayerga bugun tunaysiz deganda, menga Hadichaning qabrining oldiga chodir solasiz dedilar. Hadicha onamizning qabrlarining oldiga chodir soldilar. Payg'ambar alayhissalomga qarasam dedilar, Hadicha onamizning qabrlarining oldida chodirga bomdod vaqtigacha yig'lab chiqdilar. Allohim Hadichani o'zing mag'firatiga olgin deb. Shunchalik ahliga bo'lgan muhabbat bunday bo'lar ekan. Bir kun eshik taqilladilar. Shunda sahobalar bizga birga o'tiruvdik. Allohim dedilar, mana shu eshik taqillatgan Hadichani singlisi holaga o'xshaydi. Bir qaranglar dedilar. Ne ko'z bilan eshikni ochib qarasak dedilar, Hadichaning singlari holat turibdi. Ya Allohning rasuli qayerdan bildingiz desam, xuddi Hadicha eshik taqillashiga o'xshab ketar ekan dedilar. Shunda Hadicha onamiz vafot qilganiga 13 yil bo'lgan ekan. 13 yil bo'lsa ham o'zini ahli bayti ayollarini sog'inyaptilar azizlar. Shuning uchun siz bizlar ahli baytimizga bana ustozimiz muhabbat qanday bo'lishini zikr qildilar. Muhabbatli bo'lib ularning qadriga yetishimiz zarur lobud bo'lar ekan. Alloh taolo bu ikki yoshdan mana shunday bir-biriga namunali kelin-kuyovlardan bo'lishini nasib ro'za aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domlajon sizga. Bo'lmasa
ovqat suzdiraylik, keyin nat o'qiladi, natdan keyin bu turadiganlarga ruxsat beramiz, bitta ishi borlarga keyin azroq mavlud o'qir ekanmiz, shundaymi? Muhammed'e yakınlardır. Bu mecliste hamazatlar Muhammed'e yakınlardır. Unga bulsun salavatlar Muhammed'e yakınlardır. Unga bulsun salavatlar Muhammed'e yakınlardır. Muhabbet bir laqanganlar, Habib ishqida yonganlar, o'zidan nafsi tonganlar, Muhammadga yaqinlardir. Muhabbet bir laqanganlar, Habib ishqida yonganlar, o'zidan nafsi tonganlar, Muhammadga yaqinlardir. Nabiydan olgan ibratini tutar har ishda sunnatini, buyuk qilg'uchi ummatini Muhammadga yaqinlardir. Nabiydan olgan ibratni tutar har ishda sunnatni, buyuk qilg'uchi ummatni Muhammadga yaqinlardir. Saharlar secdede başı durud aytıp okar yaşı, hamisha yaxshilik başı Muhammed'e yakınlardır. Saharlar secdede başı durud aytıp okar yaşı, hamisha yaxshilik başı Muhammed'e yakınlardır. O zikirme işanganlar, yoliden tuğri barganlar, visal şevkini tatganlar Muhammed'e yakınlardır. O zikirme işanganlar, yoliden tuğri barganlar, visal şevkini tatganlar Muhammed'e yakınlardır. Yüzüge taş ne ko'ngillar, yonar hicranida diller, shafaat istagan qullar Muhammed'e yakınlardır. Yüzüge taş ne ko'ngillar, yonar hicranida diller, shafaat istagan qullar Muhammed'e yakınlardır. Bu meclise hamazatlar Muhammed'e yakınlardır. Unga bulsun salavatlar Muhammed'e yakınlardır. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Ve sallallahu ala nurin kazuşud nurha payda. Ve sallallahu ala nurin kazuşud nurha payda. Zemin el-hilmi usakin falan az-işqi uşayda. Zemin az-hilmi usakin falan az-işqi uşayda. Azu dar her teni şevkim, azu dar her
در هر زن و شوقه از او در هر دل ذوقه از او در هر زبان ذکره از او در هر سر سودا از او در هر زبان ذکره از او در هر سر سودا منور عالم از رویش معطر خورد و از بویش منور عالم از رویش معطر خورد و از بویش معنبر هر دو گیسویش دو زلفین شب یلدا محمد احمد و محمود که وی را خالقش بیستود محمد احمد و محمود که وی را خالقش بیستود از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا اگر نام محمد را نیاورده شفیع آدم اگر نام محمد را نیاورده شفیع آدم نه آدم یافتی به توبه نه نوح از غرق نجینا نه آدم یافتی به توبه نه نوح از غرق نجینا نه ایوب از بلا راحت نه یوسف حرمت و حشمت نه ایوب از بلا راحت نه یوسف حرمت و حشمت نه عیسی را مسیح آمد نه موسی را ید بیضا نه عیسی را مسیح آمد نه موسی را ید بیضا دو چشمی نرگسی نشراب که بازا قلب سرخانی دو چشمی نرگسی نشراب که بازا قلب سرخانی دو زلفی عنبری نشراب که واللیل اذا یغشا دو زلفی عنبری نشراب که واللیل اذا یغشا ز سر سینه الشامر علم نشرح لك برخان ز سر سینه الشامر علم نشرح لك برخان ز معراجش خبر خواهیم فسبحان الذي بیضا ز معراجش خبر خواهیم فسبحان الذي اسرا ز معراجش خبر خواهیم فسبحان الذي اسرا اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
الله عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع هزار درود هزار سلام زمادر محمد عليه سلام زمادر محمد عليه سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ربي o'zingning go'zal va muqaddas kalomingdan tilovat qildik. Muqaddas kalomingdan hosil bo'lgan savoblardan, muborak mavlud shariflar, salovat va salomlardan, qilingan nafl ehsonlardan, amr ma'ruf va nahiy munkarlardan hosil bo'lgan savoblarni avvalambor yo Robbiy Parvardigor o'zingning rizoliging uchun bag'ishladik. Ikki olam sarvari, barcha ummatlar uchun mehribon bo'lgan zot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruh poklariga, u kishining oliy ashablari, azvoj mutahharat, chahoriyorlar, sahobalar, tobiinlar, tabi'at tobiinlar ruhlariga, alal xusus yurtimizdan o'tib ketgan barcha az avliyolar va xossatan bu aziz jamoatimizdan qo'l ko'tarib amin deb turgan barcha azizlardan va xossatan ehson sohib va sahobalaridan umidvor bo'lgan o'tib ketgan marhum va marhumalarning ruhlariga bag'ishladik. Ya Robbiy o'zing barcha o'tganlarimiz oxiratlarini obod qilgin. Ularning yotgan joylarini jannatin tajri min tahtihal anhor, qabrlarni keng va o'zing Qur'on nuri bilan munavvar aylagin. Va sallallohu ta'ala xayru xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Shu bola ruxsat beramiz. Ustozlarimiz dasturxonga duo berasiz. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم أطعمنا من طعام الجنة وأسقنا من شراب الكوثر وزوجنا بحور العين اللهم بارك لنا في العلم والرزق والحسنات اللهم صل وسلم وبارك عليه. Şamad et. Amin. Allah'ım ulu oyingdamiz avvalambor yurtimizni tinch qilgin. Butun dunyamizni tinch qilgin. Mana bugun xulusi niyatda qilingan ehsonlarni o'zing qabul qilgin. Valima to'ylarini muborak qilgin. Kelinni qadamini qutlug' qilgin. Parvardigor bu aziz jamoatni ham, xonadon ahillarini ham o'zing ikki dunyolarni obod qilib, iymonda, islomda, ibodatda o'zing bardavom qilgin. O'zing adashtirma, o'zingdan o'zga muhtoj qilmagin. Parvardigor, yoshlarimiz bilimli, ilmli, ota-onaga, jamiyatga, xalqqa manfaat keltiradigan bir iymonli, e'tiqodli, solih va soliha zurriyatda bo'lishni yaratib egamda o'tini yalvarib so'raymiz. Va sallallohu ta'ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Salomat bo'ling. Xush kelibsizlar.